Alo, Maftunaxon yaxshimisiz? Shukr, Jalil, o'zingiz nechikisiz? Ushladim ha. O'zi biluvdim, Maftunani menga paxta qo'yishdan buni qabih niyati bor ekanda, kirisa. Ona, Onamga aytma. Hamma aytganini qilaman, nima qilay? uylanib supuring. O jinnimisan? Singling turganda nimaga sen o'ylanib supuryapsan? U qayerda yozib qolibdi, faqat qiz bola supursin deb. U Yo, supuraymi aka? yo'q, o'zim supuraman. O'g'il bor, men ham yashayman, men ham supurishga haqqim bor-ku meni. Bitta oshqali yeylik. Ona, Nima deysan? Osh qilmoqchi edim, mol go'shtidan qilib qo'y go'shtidan. menga qo'y go'shti yoqmaydi. Onam mol go'shtidan osh qilyapman. Telefonim yomon qotyapti-da. 17 bo'lsa zo'r ishlardi. Ayniqsa oranjoyisi. Sen jinnimisan, nech pul turishim bilasanmi? Bo'ldi, rassrochkaga olib beraman. Yum og'zingni. Aka, mitsilar kam qolmadi. Yangi yilga eklardan mitsilar qolib beray, iltimos. Bo'ldimi? Qutuldimmi? Nimasi yaxshi eklaringni? Bu yuzni chuqur tozalaydi, yaltilatadi va yuzning terisini mayin saqlab beradi. Hamma yuzga birdek tushadi va yuzni tiniqlashtiradi. Bo'ladi. O'g'lim, Maftunaxonnikiga boruvdik. Yaqinda to'y bo'ladi, to'y. O'zi ham rozi, uydagilari ham rozi. Aka, yana bitta tilaging bormi yoki tugadimi? To'g'ri yo'qmi uylan, supur nima qilib turibsan?